Assalomu alaykum Xorazm go'sht markazi xaridorlari. Ko'pchilik qiziqayotgan, so'rayotgan mahsulotlarimiz ko'pim. Narxlarni qisqacha tanishib o'tib ketaman. Hop, birinchi bo'lib mana 208 ko'pim gellarni aytib o'tib ketaman. Bu narxlari 115 ming chiqyapti, sifatlari zo'r. Hop, buni 57 marta ishlatsa bo'ladi. Narxlari 115 ming chiqyapti. Buni 3 xili bor. Hop, bir xilda parashutini so'radi. Parashuti bormi deganligi, parashutlar bilan olib qo'yganmiz. Mana hop, 4,5 kiloligi bor. Buni narxi 169 ming so'm chiqyapti. Hop, 76 marta ishlatsa bo'ladi. Ko'pchilik parashut bormi deganligi, mana mashina tavsiya qilaman. Hidi ham zo'r, yengili. Shuni olib ishlatib ko'ringlar, maza qilasizlar. Hop, kattaliksa bu, kichkinasi ham bor mana. 1,5 kiloligi bor. Buni narxi 62 ming so'm chiqyapti. Olinglar, ishlatib ko'ringlar, tavsiya qilaman. Keyin shunga o'tib olasizlar. Hop, buni kapsulalari ham bor. Kapsulalar 4 ming so'mdan chiqyapti. Hop, ko'pim hozirgi paytda yangi mahsulot ishlab chiqargan, hid beradigan. Narxi 65 ming chiqyapti. Menga rosa yoqdi bu. Buni hidi lekin boshqacha ekan. Qolgan hid beradiganlarga o'xshamaydi. Buni olib ishlatib ko'ringlar, maza qilasizlar. Hop, o'zingizlarga kerakli bo'lgan mahsulotlarni do'konlarimizdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Kelinglar, yoqqan narsani arzon narxda olib ketinglar.